Multithreadingdan foydalanishdan oldin keling nimaga kerakligini ko'rib chiqamiz. Bizda non-blocking root bor. Unda shunchaki random raqam qaytaramiz. Blocking rootda bo'lsa iteratsiya qilib, o'sha iteratsiyani sonini qaytaramiz. Va 3000-portda bu application ishlayapti. Xo'sh, keling biz shunchaki birinchi bo'lib blockingga request yuborib ko'ramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, request yuborganimizdan keyin bu loading bo'lyapti qanchadir muddat. Aynan mana shu loading bo'layotgan vaqtda non-blockingga ham request qilib yuboramiz. Va xo'sh, bu hozir tez ishlab ketdi, lekin agar biz bosib, keyin srazu buni ham qilsak, bu ikkalasi bir xil loading vaqt oladi. Chunki main thread bloklab qo'yilgan bo'ladi va ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkalasi ham bir xil vaqtda javob berdi. Bunga sabab mana bu. Qachondir Node.js applicationni ishlatganimizda u qaysidir prosesda ishga tushadi. Xullas ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda blocking request birinchi bo'lib kelyapti va main thread uni process qilyapti va main thread shunda keyingi kelayotgan non-blocking requestni deyarli qabul qilmaydi desa ham bo'ladi. Chunki bu request kelganda bu main thread o'zi allaqachon o'sha juda ham katta sonli raqamni iteratsiya qilayotgan vaqt bo'ladi. Shu uchun non-blocking request deyarli xuddi qabul qilinmagandek buni kutib turadi. Qanaqa qilib bu muammoga yechim qilishimiz mumkin? Bu juda ham oddiy, shunchaki prosesning ichiga yana bitta thread qo'shish. Buning uchun biz worker threadlardan foydalanishimiz kerak. Buning uchun keling biz mana bu joyda alohida worker degan JS fayl yaratamiz. Va bu yerda parent port degan funksiyani demak biz import qilishimiz kerak worker threaddan. Undan keyin biz shu yerda nima proses qilishimizni kiritishimiz kerak. Bizning protsessimiz bu. Ya'ni biz shuncha raqamni demak iteratsiya qilamiz va biz parent port post message orqali ma'lumotni berib yuboramiz, ya'ni sumni. Va index.jsda bu ma'lumotni qanaqa qilib olamiz? Shunchaki workerni biz worker threadsdan import qilamiz. Undan keyin worker yaratishimiz kerak. Va workerga yaratgan faylimizni berishimiz kerak bo'ladi. Keyin bizda message degan event bor va biz o'sha message degan eventni eshitishimiz kerak bo'ladi va qachonki o'shandan sum degan qiymatimiz kelsa, biz uni shunchaki return qilib yuboramiz. Va workerda error event ham bor. Mana shu error event kelganda biz error deb yuborishimiz kerak bo'ladi. Error while doing blocking. Va bu yerda errorni yuboramiz. Keling endi applicationni boshlashga tushiramiz va xuddi shu prosesni yana qaytarib ko'ramiz. Va bu blok bo'ldi va ko'rib turibsizlar loading va biz buni qilsak, yangi raqam kelaveradi. Mana bu joy blocking bo'lsa ham. Chunki biz diagrammada ko'rganinglardek qo'shimcha threaddan foydalanyapmiz. Main thread block bo'lgani uchun bu proses shunchaki keyingi threadga bo'ladi va ilova parallel ishlayveradi.